Таң алдыдaki қараңғылық. Abdori Qaraxan. Mikrofon aldıda Qaraxan. 4. qism. Muhaciretdeki can-jigar qarindoshlarım. Biz o'zaro ittifoqlashayli, bo'linmayli. İqtisodiy kuchimizni, aqliy kuchimizni birlashtirayli. Onlar davridan tortib, Qaraxoniylar davrigacha ajdodlarimiz bo'linmachilikning dardini yetkichi tortdi. Men bu yerda marhum tarixchi, yozg'uchi ustoz Turg'un Almasning onlarning qisqacha tarixi degan kitobidan muni qurlarni diqqatinglarga sunaman. Milodining 48-yili onlar uchun nihoyatda keskin burilish yuz bergan bir yil bo'ldi. Chunki shu yili bir butun 10 tangirqutliqi yuqorqi sabablar tufaylidan sharqiy, janubiy va g'arbiy shimoliy Hunlardan iborat ikki qismga bo'linib ketdi. Ya'ni marhum ustozimiz Turg'un Almasning Uyg'urlar degan kitobida bir butun Qaraxoniylarning milodining 1040-yili sharqiy Qaraxoniylar va g'arbiy Qaraxoniylar deb ikkiga bo'linib ketganligiga doir ma'lumotlarni berdi. O'z tariximizdagi onlar davridimi bo'linmachilik tufayli kuch ojizlab 10 tangirqutliqida nurg'un qonlar to'kilgan va bergan badallar bek ko'p bo'lib ketgan. Qaraxoniylardimi bo'linmachilik tufayli kuch ojizlab tarixda nurg'un qonliq badallar berilgan. Bo'linmachiligimiz tufayli o'tganki asrning oldingi yarmida qurilgan ikki qitimliq jumhuriyatimiz qo'ldan chiqib ketdi. Mana bugünkidek iflos Xitoy kommunist tajovuzchilarining Uyg'urlarga qarta etnik va irqiy qirg'inchilik qilayotgan bugungi kunidimi bo'linib ketsak, hozirgi Uyg'urlar, ya'ni hozirgi biz bu olamga tarixni takrorlash uchun keldikmi? Aziz qarindoshlarim, bizning hozir intayin sagak, aqlliq bo'ladigan vaqtimiz yetib keldi. Biz Uyg'urlar o'zaro ittifoqlashishdan halqib, razil Xitoy kommunistlariga qarta qon qarindoshlarimiz bo'lgan Turk, Ozarbayjon, Turkman, O'zbek, Qozoq, Qirg'iz, Tatar, Yoqutiston qatorli qarindoshlarimiz bilanmi ittifoqimizni kuchaytirishimiz kerak. Ya'ni biz hatto razil Xitoy kommunistlariga qarshi bütün dünya bilen güçlü ittifaqlık ve hamkorlik o'rnatishimiz kerak. Bunun için planımızı, iqtisodimizni, kuchimizni, yüksek akıl parasitimizni birleştirishimiz kerak. Aziz qarindoshlarim, biz endi aqlliq bo'lishimiz kerak. Dötlikni, nadonlikni, ittifoqsizlikni, o'zaro ziddiyatni, manmanchilikni, takabburlikni, bilarmanlikni, fitnaxo'rlikni jiroqlarga cho'rib tashlashimiz kerak. Ruhimizni ajoyib sog'lom tutishimiz, jismoniyatimizni cheniqtirishimiz, tovlishimiz, sog'lom tutishimiz kerak. O'z dushmanimiz bo'lgan Xitoy kommunist tajovuzchilariga qarta hushyor turishimiz kerak. Bir Uyg'ur bo'lsa-mu, o'zlari turishliq davlatlardagi yerlik xalqqa, Sharqiy Turkistondagi razil Xitoy tajovuzchilarining xalqimizga qarta elib berayotgan til bilan tasvirligisiz zulmini va irqiy qirg'inchilik siyosatini anglatishimiz kerak. Razil Xitoy kommunist tajovuzchilari so'yimlik ana tuproqimiz Sharqiy Turkistonga besib kirishdan sirt, endi chorasiz qolgan Uyg'urimizning illiq oilasiga besib kirdi. Razil Xitoy kommunistlari ata-ana, aka-uka, ot-singil qarindoshlarimizni turmalarga nahaq so'layotdi, nahaq o'ltiryotdi,
ot sing'illarimizning iffat nomusiga tegiyotidu. Chiroyli qizlarimizni zo'rlab, tahdid silib, manqi Xitoylar amriga eliyotidu. Dinimiz, madaniyatimiz, urf odatlarimiz, tariximiz xo'rlanyapti. Muqaddas kitoblarimiz ko'ydirilyapti. Vatan ichidagi chorasiz xalqimizning DNA, gen avrishkisini Xitoy jallotlari tahdid bilan zo'rlab elib, biz Uyg'urlarni biologiyalik, bakteriyalik qurollar bilan qo'rqinchli kasal virusini tarqitish orqali bizga qarta irqiy qirg'inchilik elib beryapti. 4-5 oyning oldidagi ishonchlik ushurlardan ma'lum bo'ldiki, Sharqiy Turkistonning Turpan tarafda turkumlab Uyg'ur yoshlarini yerimjon holatida ko'mganlik xabarini angladik. Buni anglab jigarlarimiz titilib ketdi. Buningdan keyin Uyg'ur kadr xizmatchilar vafot bo'lib qolsa, ko'ydirib kulini ko'zga elib qo'yish to'g'riliq bu ushurg'imi sabr qildik. Şu Uyg'ur xizmatchi yoki kadr vafot bo'lgandan keyin o'zining ko'ydirilishi to'g'riliq jadvalga o'zi hayot chig'ida qo'shildim deb qo'l qo'yish kerak ekan. Aziz qarindoshlarim, bu qoidani yana vatandagi butun Uyg'urlarga qonunlashtirish to'g'riliq belgilama chiqaramish. Buningga sabr qilamdik. Çaresiz kalgan ata-onalarini atalmış yepik terbiyeleş namlıq jaza lagerlariga tutib ketgan. Narisiydi farzandlarini bolsa, iflos Xitoylarning davlati bo'lgan Xitoyga turkumlab ap ketayotganlik xabarini anglab, yana sabr qildik. Hatto shu narisiydi farzandlarimiz ap ketayotgan shu poyezdda mugdab qilib, cho'chib uyg'onib ketib, "Apa, dada, sizlar nerede? Qo'sqimiz açtı, sizlar qani" deb jo'yilib, yig'lab turib noli faryod qilgan. Hatto ba'zi sabiylar bek qattiq yig'lab ketganda Xitoyning shu narsiylarni poyezdda apmangan jallotlari shu pok sabiylarga tinishlantirish, uxlatish, mas qilish o'kili urgan va dori yuzgan. Mushu 2 yil ichida sonsizligan Uyg'urlarimiz Xitoy ishboshlari tarafidan shahid qilindi. Buning ichida dinni olim o'limalarimiz, fikri o'tkir, qalami kuchli, yozuvchi ziyolilarimiz, doktorlarimiz, tadqiqotchilarimiz, puldor tijoratchi boylarimizmi shahid qilindi. Ya'ni turkumlab yozuvchi ziyolilarimiz, doktorlarimiz, tadqiqotchilarimiz, artistlarimiz, hunarvan tijoratchilarimiz, doktorlarimiz, dinni olim o'limalarimiz razil Xitoy kommunist tajovuzchilarining atalmış yepik terbiyeleş lageri, ya'ni to'g'risi irqiy qirg'inchilik ep baradigan jazo lagerlarida Xitoy jallotlarining xilma-xil qiyin qistoqlarida ingirmoqda. Aziz qarindoshlarim, Sharqiy Turkistonda 1874-yili Zozungtangdan iborat mal'un Xitoyning ishg'oliyatidan buyon ta hozirgacha ma'lum bo'lgan ishonchlik materiallardan foydalanishimizcha 60 million Sharqiy Turkistonlik hayotidan ayrildi. Bu son Bosniya, Iroq, Suriya, Falastin, Afg'oniston, Chechen ve Arakan'da o'lganlardan 10 esse hatta 100 esse ko'p. Bunun içinde 120 mingdan artık alim ve bilim ilgilari var. 70'den artık atom bombası sınav qilinish neticesinde 750 ming Uyghur hayatından ayrılgan. 1933 ve 1944 yılları iki kıtımlık Cumhuriyet kuruluşumuzun aldı keynide şehitlerimiz qanchalik can verdi. Onundan keyinki xalq qo'zg'olonlarida qanchalik şehitlerimiz can verdi. Hozirgi qarindoshlarimiz aniq biladigan Barın qirg'inchiligida, 5 fevral qirg'inchiligida, 5 iyul Urumchi qirg'inchiligida, 28 iyul Yakan qirg'inchiligida ko'zimiz ko'rayotgan 2017 ve 2018 yillardagi razil Xitoy kommunist tajovuzchilarining Sharqiy Turkiston xalqi ustiga elib berayotgan irqiy qirg'inchiliklarda chorasiz qolgan Uyg'ur xalqi
Büşktiki nariside bobaklarımızdan tartıp 7 yaştan 70 yaşgacha issiq qonlardan ve canlardan ayrıldı. Muhaciretdeki biz bolsak Facebook'ta, WhatsApp'ta, taratqularda, tor sahasida rezil düşmanımız qayrılıp kelip biz özara ziddiyetleşmeyli, özara düşmanleşmeyli, içimizden bölünmeyli, rezil Xitoy kommunistleri qarta bir şey tutup küreş qilayli. Yoki hatta çaresiz qalgan xalqimiz oxirgi nafaslarida jon talishayotgan bugungi kunlarda namoyishlarga chiqishning xato to'g'riligi, qaysi namoyishga chiqish to'g'ri, qaysi namoyishga chiqish xato. Mana bular to'g'riliq da'talash qilmayli aziz qarindoshlarim, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Yeter endi qarindoshlarim. Biz endi ittifoqlashishimiz kerak. Bütün saf bo'yicha uyg'onishimiz, o'rnimizdan dast turishimiz kerak. Hurmatli anglarmanlarimiz, Tong oldidagi qorong'ulik nomli maqolaning 4-qismi mush yerda oxirlashdi. Kelarki qismida ko'rishayli. Xayr xo'sh.